huquqbuzarlik uchun jazo muqarrar. Jahon internet tarmoqlari orqali obro'sizlantirish, haqorat qilish uchun qonunchiligimizda belgilangan javobgarlik mavjud. Denovlik fuqaro xizmat vazifasini bajarayotgan yo'l-patrul xizmati xodimlarini tasvirga olib, internet ijtimoiy tarmoqlardagi Instagram platformasiga o'zining sahifasiga joyladi. Joylaganda ham obro'sizlantirib, haqorat qilib joyladi. Harom. Ay. Qayoqqa qo'yding? O'zi boboda baxtini ketdi Olib borilgan surishtiruvlar natijasida huquqbuzar aniqlanib, to'plangan hujjatlar qonuniy to'xtamga kelishlik uchun jinoyat ishlari bo'yicha Denov tuman sudiga taqdim etildi. 9-yanvarda videoga oldim. Ichki ishlar xodimini videoga oldim. Haqoratli ovoz bilan video yukladim Instagramga. Boshqalarga shuni aytarimki, javobgarlikka olib kelishim mumkin. Qilgan ishimdan pushaymonman. Nima maqsadda qo'ydingiz? Instagram sahifangizga Obunachi yig'ish maqsadida qo'ydim. Bu prosmotrda 2,5 million prosmotr bo'ldi. 4,000-5,000 yaqin kommentariy bo'lgan. Bu kommentariyada men otam ham qolmadi, onam ham qolmagan. Har kommentariyada rasmlarni oladi. Taqdim etsangiz taqdim etaman. Qattiqroq ta'sirchilar ko'rsangiz, bundan keyingi shunga o'xshagan bir video chiqarmoqchi yoki shunday tarqatmoqchi bo'lganlar o'rnak bo'ladi. Gençlikte mushaymamisiz? Sizda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksi 195-2 moddasida ko'rsatilgan huquqbuzarlik sodir etganda aybdor deb topaman. Hamda shu modda bilan sizga 7 sutka ma'muriy qamoq jazosi tayinlayman.